Kecha kuni ulgurmay qolganlarga lisli darvoza arzon narxda. Qarang. Eni 4 metr, bo'yi 330 oxirigacha ochiladi. Luboy mashina kiraveradi. Endi bu 4 metrga kalitkasi addenna bo'ladi. Buni ichiga qilib bo'lmaydi. Nimaiki bu materiali qalin materialda bo'ladi. İchiga qilsa kalitkasini addenna qilmasdan ertaga top tashlab yuborishi mumkin. O'shaning uchun addenna bo'ladi, 3 metrga yaqin ochiladi, luboy mashina kiraveradi. Zilam 255 bo'ladi. Kalitkasi 1 metrga yaqin. Zamoylari bor, olib qo'yilgan. Sinib olmasin deb. Bunga bir sim ham rasxod qilmaysiz. Kraskalarigacha tayyor. Choklariga e'tibor bering, sifatiga e'tibor bering. Listlari shunaqangi baquvvat. Xo'p, eni 4 metr, bo'yi 330. 1 kvadratini 800 mingdan beraman. 10 million 500 ming bo'ladi. Luboy odamingizga solishtiring. Marg'ilonda bo'lasizmi, Farg'onadami, yo'q Qo'qonda bo'lasizmi? Xullas, qatta Buxoroda bo'lsangiz ham mana shu darvozani 1 kvadratini 800 mingdan beryapti ekan deb ayting, maslahat qiling. To'g'ri bo'lsa, to'g'ri deb yozib qo'ying. Mana shu darvozamizni ham 1 kvadrati 650 ming, 600 ming. Bu pechat. Tepadan yubqa bo'ladi pashti bu. Men sizga 800 mingdan lisli darvoza beryapman. Lekin arzon, bemalol luboy odam bilan darvozachi bilan maslahat qilsangiz ham bo'laveradi. 10 million 500 ming bo'lyapti mana shu darvoza. Bosib oling. Toshkentda 1 million 600 ming, 1 million 700 ming olyapti kvadratini.